tushdi. Mana rahmat. Yana 1000 so'm berasan-da menga, mendan foiz olib qoldi. 1 tiyingacha talashadigan o'rtog'ing 7-qism. Boshqa naqdim yo'q, qayerdan olaman? Unda kartamga 1000 so'm tashlab olgin. 1000 so'm tashlab bo'lmaydi kartaga. Unda kechki uyingga boraman, menga 1000 so'm berasan-da. Jasur boy o'qish kiribsanmi? Bu qancha haq berasan? Bilsang, men haq berishim kerak. Nima meni o'qishga kirgizdingmi yoki kontraktning pulini to'laysan, men senga haq berishim kerak? O'qish kirganlar haq beradi-ku. Nima haqqingda mendan haq so'rashga? Men seni haqqingni yegaman, mendan haq so'raysan, oldin pul to'lab qo'y, keyin men senga haq beraman. Haqqa so'ras. Mana o'ylagan tushda bir balqqa bormaymizmi? Nech puldan tushayotgan? Tushsa 50-60 mingdan tushadi-da. Sizlar boraverganmi? Ikkinchi safar boraman-da. O'zi hammadan ko'p oylik olasan. Bir marta borsan borsan-da, Jasur. Mayli, sizlar boraveringlar, agar ortib qolsa olib kelinglar, o'shani yuraman. Isini qara, Jasur 5000 tashlab taksida yetib olamiz. Yo'q, yaqin ko'p yerda ketaveramiz. Isini qara pishib ketamiz. Yo'q, soya joydan yurib tez yetib olamiz. Senga aytdim. Taksida ketaylik dedim. Pishib ketganimizni qara. Unchalik isimas-ku. O'zi ozgina qoldi. Zato pulimiz ekan bo'ldi. Ey, kalom qilmay bo'l. Bolalar 6000 dan yig'voringlar. Men 3000 beraman, o'tkazib 3000 qarzing bor, qo'shib beraverasan. 1 tiyingacha talashadigan o'rtog'ing 2-qism. Shu hozir shuni reshat qilish kerakmi? Beraman uni keyin, ey. Men undan qo'shib tur endi. Paket kerak, hurmatli mijoz. Paket nech pul? 200 so'm. Yo'q, qo'lda ko'tarib ketaveraman. Az menga qara, men sen to'yiga nech pul berganman? 50 dollar. Sen menga nech pul berding? 500 ming. Qolgan 72 ming qani menga tez bergan? Voy, bilin, o'zi kecha to'ying bo'lgan bo'lsa, yotmaysan bu uyda oyog'ing uzatib. Meni ko'nglim tinchmaydi. Menga hozir bergan. Ma'murda keldingmi? Bo'pti, plastikni tasha. Bolalar qizlarga 100 mingdan pul yig'amiz, beraveringlar. Men bermayman. Nima bermaysan? Menga berishmadi-ku. O'sha kun bizga berishmadi. Vaziyatni ko'rdingmi o'sha payt? Men bilmayman, meni vaziyatim shunaqa. Ne bermaysan? Sen bermasang o'zi kamchilik. Qiynalib qolamiz. Jasur shunga xizmat bergin. Umringda bir marta yekshay bor. Biz qiynalib qolamiz. Berasan, beradi, nima beradi? Berasan. Beraman. Meni ortiqcha pulim shu 10 ming so'm. Shuni ishlatasizlar. Adasi, bugun tug'ilgan kuningizni nishonlaymizmi? Bugun tug'ilgan kun edi-ya. Keyin keldi nishonlasak-chi, bo'ldi. 29-fevral 4 yilda bir marta keladi-ku. To'g'ri aytasan. Bo'lsa men bozorga borib kelay. Tak, bitta 2 litrli katta kola olaman. 10 kishiga bemalol yetadi. Bir piyolada ichsa bo'ldi-da. 20 grammdan 200 gramm go'sht olsam bemalol yetadi. To'xta. Ochini oshqozoni kichkina. Ali go'sht yemaydi. Yaxshisi 175 gramm olaman. Sveji salat qimmat. O'rniga salyoni bodring bilan karam salat olaman. Galava bodomni qattiqdan olsam kamroq chaqiladi. Shunda xotini tug'ilgan kuniga ham yetadi. Shokolad bilan pechene uyda bor. O'tgan yilniki hali ham yeyilmagan. Tort olmay qo'yaveraman. Mehmonlar olib kelsa kerak. Yaxshi ham 29-fevralda tug'ilganman. 4 yilda bir rasot bo'ladi. Cho'voqmi? Kechagi metrol pulni bermadi-yu. Ey Jasur, tinchlikmi yarim kechasi? Yo'q, tinchlik. Ertalab mendan ruchka olib turgandingiz. O'shani qaytarib berasizmi demoqchi edim. Ertalab ishxonada berardim. Prosta uxlolmayman-da. Hozir